Bemorimizda gidroperikard, ya'ni yurak oldi pardasida suv yig'ishi. Bu gripp asorati. Mana bu bemorimizda holatda necha kundan beri kasal bo'laysiz? Umumiy hisobda 1 hafta, 7 kun. Xo'p, nimalar qildingiz men kelguncha? 3 kun kapelnitsa qo'ydik, 5 kun antibiotik oldik. Kapelnitsa 3 kun qo'ydinglar. Keyin undan keyin orada 3 kundan keyin yana qaytarilish bo'ldi, yana bir marta kapelnitsa. Yana kapelnitsa qo'ydinglar. Issig'i hozir? Issig'i ertalab 38 6. Bo'ldi. Ya'ni issig'i chiqyapti. Mana bemorimizga holatda grippga o'xshagan holat bo'lgan. Hozir mana to'liq tekshiramiz. Analiz qilishdimi? Yo'q, hali Analiz tekshirilmasdan kapelnitsa qo'yilgan Chastin klinikada. Bu yerda maqsad Chastin klinikani emas, to'g'ri davolash, kapelnitsani qilib mana yurak oldi pardasi suv yig'ilishi boshlangan. Bu o'zi asosiy kasallik asorati. O'shaning uchun tavsiya berib qolaman. Kapelnitsalarga shoshilmanglar. Har xil kapelnitsalarni, kokteyl boshqalarni, kokteyl qo'yilgan-ku, to'g'rimi? O'shalar shoshilmanglar, chunki salbiy ta'siri bo'ladi. Mana yurak boshqa a'zolarga, pochkaga, buyrakga nagruzka bo'lishi mumkin. To'g'ri tekshirib davolaninglar. Sog' bo'linglar.